Qani, ot mashqini qilamiz. Barakalla. Kengisini olamiz. Qurbaqa qanaqa edi? Labimizni kuramiz, cho'chittiramiz. Молодец. Nima? Soat qanaqa edi? O'ngga chapga. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz, 10. Молодец. Nima edi? Qilib ichamiz. Nima bu? Choy. Choy shunaqa ichamiz. Barakalla. Yana boshqasini olamiz. 2, 3, 4. Boshqasini ol endi. Boshqasini ol. Bo'ldi, qo'y boshqasini. Tilimiz chiqarib turamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barakalla. Topdi. Shokolad. Konfetka. Konfetka qanaqa edi? Ta. Barakalla. Yak. Bu buradaki. Salamiz. Başla. Yine bu. Ana chiqdi. Sonra altını koysun mu? Yaxshilab aralashtiramiz. Voy. Mana var kapattı. Alır. Hozir bu yerda biz penka soldik. Penkani ichiga rang qo'shdik va kesichka yordamida aralashtirishimiz bu mayda motorika. Mayda motorikani noodatiy usulda qilamiz. Qancha ko'p mayda motorikani rivojlantirsak, shuncha nutqni rivojlanishiga yordam beradi. Ayniqsa bu emotsiya beradi bolaga. Malinoviy rang bo'ldi, qara. Voy. Qani endi buni qilib ko'ramiz. Qo'lingga tegdimi? Voy. Qo'lingga tegmasin. Qo'lingga tegsa ketmaydi. Malinoviy rang hosil qildik. Har xil rang qilsak ham bo'ladi. Menda hozir faqat shu rang bor edi.
Yashilim juda ham to'q ekan, shuning uchun shu rangni ishlatdim. Har xil rang qilsak bo'ladi. Bu guash yoki kraska emas, bu krasitel, пищевой krasitel. Yon. Bu nima? Qo'y. Barakalla. Bu nima? Kuchuk. Barakalla. Bu nima? Sigir. Молодец. Bu nima? Ot. Barakalla. Xunay. Bu nima? O'zbek. O. Qo'y. Orik. O'rik. Orik. Ananas. Bu nima? Olcha. Ha, buni hali o'tmadik buni hali. Ha, bu nima? Nok. Mhm. O'ziga yotdim. Bu nima? Ona. Ha. Banan. Mhm. Limon. Limon. Usum. Demek, bu nima? Kartoshka. Mhm. Bu nima? Pomidor. Bu nima? Motori. Bu nima? Bu sosis. Bu nima? Sosis. Mana sabzi. Bu nima? Piyoz. Qani, bu nima? Pil. Bu nima? Ayoq. Bu nima? Robot. Barakalla. Sher. Maymun. Bil. Ha? Bu nima? Tu. Bu qanaqa rang? Ya. Yashil. Yashil. Yashil qo'yamiz. Mana, bitti.